Assalomu alaykum. Ushbu videorolikda men sizlarga PUBG o'ynayotganda bor internetni faqatgina PUBG o'yiniga sarflashni va boshqa Telegram, WhatsApp va bundan boshqa ilovalarni bloklashni tushuntirib beraman. Bu videorolik Giroplay.uz sayti uchun maxsus tayyorlanmoqda. Demak, bizga Norod Firival kerak bo'ladi. Bu ilovani albatta saytimizda qoldiraman. Bu ilovani yuklab olamiz va telefonimizga o'rnatishimiz kerak. Install va yana install. Bu ilovani telefonimizga o'rnatib oldim. Endi qiladigan ish ilova bilan tanishib chiqish. Ichiga kiramiz. Ichiga kirishingiz bilan sizdan qandaydir ruxsat so'raydi. Mendan so'ramadi. Qaytadan kirib chiqib boraman. Mana so'radi. Allow the all time tugmasini bosaman va mana bu pastdagi qizil yozuv yo'qolishligi kerak. Bitta chiqib kira boraman endi. Tayyor. Xuddi shunday bo'ladi sizlarda ham. Agarda bunday bo'lmaydigan bo'lsa, pastdagi qizil yozuv yo'qolmaydigan bo'lsa, ilovani ustiga bosib turishingiz va bu joydagi undovni ustiga bosib, u joydan permissions ni tagida mana notifications degani bor. Ichiga kirib, mana shuni birinchisi sizlarda o'chiq bo'ladi. Shuni yondirib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Shuni o'zi xolos. Endi yana bir narsa aytish yodimdan ko'tarilibdi. Telefonlaringga vibratsiya SMS kelib, jonga tegishligi ham mumkin. Agarda kimdadir shunaqa bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bu joydan maxsus bir sozlamalarni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda sound deb qo'yibdi, mana ko'ryapsizlar. Shu yona bo'lsa o'chirib qo'yasizlar. Tushundingizmi? Xo'p. Bo'ldi, mana bu 3 ta. 1, 2, 3. Shularning o'zi yoniq bo'ladi, yetarli. Demak, tushuntirib bera oldim. Bu unchalik muammo emas. Bu sozlamalarni kiritishingizni ham keragi yo'q. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa kirib, birinchi kirganingizda ruxsat so'raydi, shunga ruxsat berib qo'yish xolos. Davom etamiz. Endi nima qilishimiz kerak? Bu joyda chap tomonda pastda home bo'limi turibdi. Biz hozir mana shu oynadamiz. Undan keyin pending holati turibdi bo'limi. Bu joyda internetga ruxsat berish so'rovlari keladi. Uchinchisi apps degan bo'limda ilovalar ro'yxati chiqadi. Menda ilovalar ro'yxati chiqmayapti. Sizda ham chiqmaydigan bo'lsa, buni ham sozlash yo'li bor. Ustiga bosib turib, undovni bosamiz. Permissionsga kiramiz. All permissionsga kiramiz. Access list of installed apps deb bosib, mana shuni mana always allow deganni bosib qo'yamiz. Ya'ni har doim ruxsat berish deganday ma'no keladi. Talaffuzda xato qilyapman. Juda katta ehtimol bilan buning uchun uzr. Apps bo'limiga qaytadan kirsak, endi mana bizda telefonimizga o'rnatilgan jamiki ilovalar ro'yxati chiqib turibdi. Undan keyin global va logs degan joylar turibdi. Oxirgi 2 ta narsa bizga kerak emas. Bizga asosiy kerak bo'lganlar home, pending va apps bo'limlari. Endi ilovani qanday ishlatishimiz mumkin? Apps bo'limidan o'zimizga kerakli ilovalarga biz internet ishlashligi uchun galochka qo'yamiz. Misol uchun men PUBG o'ynayman. PUBG o'ynayotganimda Telegram, WhatsAppdan telefon qilishlari kerak emas. Buning uchun Telegram mana PUBG ni o'ziga galochka qo'yaman va Telegramdan xabar kelmasin. Bularga X qo'yaman va WhatsAppdan ham xabar kelmasin. Bo'ldi. Endi home bo'limiga o'tib start degan tugmani bosamiz va OK. Tayyor. Endi bizda nima bo'ladi? WhatsAppga telefonimiz hech qanday internet yubormaydi. Telegramga ham hech qanday internet yubormaydi. Kelinglar sinab ko'ramiz. Telegram kirganimizda mana ulanmoqda deb turibdi, ya'ni internet yo'q. Tushundingizmi? Agarda Telegramga internet kelishini xohlasangiz, shunchaki X nomli galochka qo'yib, qaytadan Telegram kirsanglar, mana endi ishlaydi. Va mana ishladi. Ko'ryapsizlar? Nechta obunachi borligini ko'rsatyapti. Ishladi. Endi buni men X qilib qo'yaman, chunki hech qanday qo'ng'iroq ham SMS ham kelishligi kerak emas menga. Tayyor. Endi qiladigan ishimiz pending bo'limiga o'tish. Pending bo'limida qaysi ilovalar bizdan kirishga ya'ni internet ishlashligi uchun ruxsat so'rayapti, shuni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men buni boshqacharoq qilib tushuntiraman. Pending bo'limida turibmiz va endi men Instagramga kiraman. Ko'ryapsiz? Instagramdan ruxsat so'rovi kelyapti. Agar galochkani bossak, avtomatik Instagramga galochka qo'yiladi. Mana bu apps bo'limidan. Ishonmasangiz bir bor ko'rsatib beraman. Mana Instagram. Allow'da bosdim va mana Instagramga galochka qo'yildi. Endi Instagramda ham internet bemalol ishlayveradi. Kelinglar, endi buni biz Instagramdan ham xabar kelmasligi uchun buni X qilib qo'yamiz. Tayyor. Endi bemalol hozir men PUBG ga kirib PUBG o'ynashim mumkin. Bu vaqtda Instagramdan
Telegramdan va WhatsAppdan xabar hech qachon kelmaydi. Internetga ulanish so'rovi ham mana bu pending bo'limida kelmaydi. PUBG'ga bo'lsa internet bir xilda ishlayveradi PUBG'da. Tushundingiz-a? Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, mana bu bo'sh turgan kataklar nima bo'ladi? Misol uchun mana Paynet ilovasi, Payme ilovasiga kirganingizda ularda internet bo'ladimi, yo'qmi? Ularda ham bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ularda galishga qo'yilmagan, lekin X ham qo'yilmagan. Ya'ni o'rtada turibdi. Ulardan foydalanganingizda xuddi Instagramda biz foydalandik-ku, kirganimizda Instagram bo'm-bo'sh katagida mana bu pending yana kutish bo'limida, so'rovlar bo'limida xuddi shunday so'rov keladi. Ishonmasangiz mana qarab turinglar. Men hozir Payme ilovasini qo'shmadim. Paymega kiraman va mana Paymedan so'rov kelyapti. Ko'rasizlar? Payme ilovasi lekin ishlagani yo'q. Mana ichiga kirib 2 soat kutsam ham internet yo'q deb turaveradi. Mana ishlagani yo'q. Qachonki men unga yo mana bu apps bo'limidan ruxsat beraman yoki mana bu joyda mana allow degan galochkali tugmani bossam, keyin unga ruxsat beriladi. Menimcha tushundingiz? Bu ilova sizga qaysi ilovalarga internet borishligini va bormasligini sizga to'liq ta'minlab beradi. Internetingizni qaysi ilovaga sarflashingizni o'zingiz hal qilasiz. Shunday ekan tushunib oldingiz degan umiddaman. PUBG'ni o'ziga galochkani qo'yasizlar va home bo'limida mana bu startda bosasizlar, PUBG'ni o'ynaverasizlar. Bo'ldi. Hech kim bezovta qilmaydi, hech kim nima qilmaydi. Endi PUBG'ni o'ynab bo'ldinglar. Bo'ldi, endi bezovta qilishlari mumkin sizlarda. Bunday holatda nima qilasizlar? Prosta tak home bo'limiga o'tib, stopni bosib, ilovadan chiqib ketasizlar. Bo'ldi, endi internetlaring har qanday ilovangiz uchun bir xilda yetkazib beriladi.